Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, yaxshimisizlar? Allohning nurlari va barakalari yog'ilsin inshaalloh. Yaxshi yuribsizlarmi? Xudo xolasa bismillah deb taladan через Avstriya Germaniyaga qarab yo'l tortdik azizlar. Hozirgi mana shu avtoban trassamiz A22. Shofyorlarning ayni sabrini sinaydigan avtoban bo'ladi. Mana xato chiqyapti. Avgonga chiqyapti. Bu yo'lda avgonga chiqish xatolik hisoblanadi. Politsiyskiy juda ham yomon ishtirok qiladi. Juda. Shuning uchun aytaman, bu avtobanda avgon mumkin emas. Hozir ikkita polasa. Furalarga, gruzovoylarga umuman avgon mumkin emas. Faqatgina avgon qilish mumkin agar oldingizda gabaritli mashina 60 ketayotgan bo'lsa, o'shani avgon qilib o'tish mumkin. Yevropa xalqi juda ham bir dehqon bo'ladi. Qaranglar, uzumlarni, toqlarni qanaqa qilib qo'yishgan. Bu joyda havosi juda ham toza havo. Juda yozg'ini salqin bo'ladi. O'shani hisobiga bu joyda uzum bilan olmani shunaqa chiroyli qilib ekishadi. Tilojiz. Mana shunaqa azizlar. Inshaalloh Xudo xolasa mana shu tog'larni kesib o'tamiz. Va narga beta Avstriya. Avstriyadan bir 50 kilometr yurib o'tamiz, bu yog'i Germaniya. Bu avtoban A22 degan avtoban bo'ladi. Eng opasli avtoban. Bu joyda avgon umuman mumkin emas. Bizda O'zbekistonda sovuq qish, bu joyda -10 shunaqa. Mana shu joydan yurmaganimga ham 7 oydan bo'ldi. 6 oy aniq bo'ldi. Bu yo'nalishda yurmaganimizga. Joninglar sog', umrlar uzun bo'lsin, barchaga yaxshi kayfiyat. Xudo xolasa mana yana bir 100 kilometrdagi Avstriyaga kiramiz. Yaxshi kunlarda ko'rish nasib etsin.